Asbi doktorlik etik kiyib yurgan shifokor dardi. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Asbi doktor qishlog'ida yashovchi Farruxning alamli dil so'zlari. O'zim doktor bo'lib joyi kelsa, oilamga yordam berishga imkonim bo'lmaydi. Ikki qishloqning masofasi uzoq. Qish kunida imkoniyat yo'q. Bo'ladi ba'zi paytlarda. Assalomu alaykum. Men ushbu kun yurtimiz qahramoni o'zini qishlog'i uchun jonini ham xatarga qo'yib xizmat qilayotgan akajonimiz Farruxjon aka haqida aytmoqchiman. Mahallasi qishlog'i uchun qadrli bo'lgan akajonimiz Farruxjon aka sizga mingdan ming rahmat aytishdan oldin sizni dunyoga keltirgan ota-onangizga rahmat aytmoqchimiz. Sizdek mard, jasur va o'z kasbiga sodiq qilib tarbiya qilganligi uchun ham ularga butun xalqimiz nomidan rahmat. Issiqni issiq, sovuqni sovuq demay insonlar hayotini saqlab kelyapsiz. Shunday qorli sovuq kunlarda hovliga chiqishga eringan insonlar bor. Lekin siz shuncha kilometr yo'l bosib, qorlar kechib yordamga shoshasiz. Shunday kunlar bo'ladiki, uydagi kasal insonlar bo'lishiga qaramay, lekin xalqni o'ylab, ular tomon shoshasiz. Mana, qahramonlar qayerda? O'z ichimizda. Akajonim, sizdek jannatiy insonlar ko'paysin. Mehr-oqibatimizga ko'z tegmasin. Bir bemor holidan xabar olish qanchalar savob yozilsa, sizga bilmadim. Qanchalik savob yozilar ekan. Siz biz xalqimiz uchun eng kerakli fidoyi insonsiz. Barcha xalqimiz nomidan sizni duo qilamiz. Farzandlaringiz ham o'zingizdek o'qimishli, xalqimizga nafi keladigan insonlar bo'lsin. Bu qilayotgan savobli amallaringizning mukofoti juda kattadir. Ko'pni duosi mo'l deyishadi. Sizni butun ikki qishloq duo qiladi. Allohim doimo qo'llasin. Halol kasbingiz orqasidan topganlaringizni barakasi bilan bersin. Allohim o'z uyida mehmon qilsin. Sizga rahmat. Aziz shifokor. Adirlar yo'limga ko'z tikar mudom. Bu og'riq bag'rimda o't olar yonib. Men olis qishlog'im so'qmoqlaridan olisda yashayman, baxtga ishonib. Taqdirning umidsiz savdolariga hayotim berganman umid so'roqlab. Ammo tushlarimdek ko'r orzularim kundan kun olislar mendan yiroqlab. Asbi doktor, senga bo'ldim begona. Kulbamning sog'inchi o'rtar dilimni. Baland tog'lar bosib qolgandek go'yo. Sassiz o'tgan 36 yilimni. Havoga bog'langan bir ixtiyorim, haftalar ortida ko'zlar yoshlanar. Bir xayol chorlasa oilam daftini. Sog'inchning azobi takror boshlanar. Otam yo'llarimda yagona hamroh. Yoshiga qaramay yurar yonimda, mag'rurlikka intil yiqilma bolam deb duo qiladi horgan onimda. Ishdan qaytishimga intizor qarab, ko'zlari to'rt bo'lib kutar volidam. Nima ham qilardim qishloq olisda, borib kelmasmidim bo'lsa bir qadam. Qizlarim ovozin qo'msaydi yurak, o'g'limning nigohi tinsiz chorlaydi. Qandayin yo'l topay farzandlar tomon, axir adirlar ham qishda qorlaydi. Yurak isyonini sasga sezdirmay, ayolim yo'limni kutar betinim. O'zimni nodon deb qilsam ham isyon. Xudoga ming shukr, o'tmoqda kunim. Rezina etiklar g'irchirlab qorda. Mening maqsadlarim qorlardan yiroq. Yurakka imlaydi yorug' bir tuyg'u. Bemorlar qalbida
bo'lmasin titroq. Ha, dardim bildingiz, men olislarda, to'lporda kun kezgan bitta fidokor. Oq xalat ko'rkini oqlab tunu kun. Xalqning darmonida bo'lgan shifokor. Shahar osmoniga qilaman havas, qani men ham borsam oilamni boshlab, u yerda shifokor oldiga navbat. Biroq ketolmayman qishlog'im tashlab. Mayli, hammasini xayrli qilsin. Oilamning quvonchi ko'nglimga madad. Xudoga ming qatla shukrlar aytib. Baxtiyor yashayman abadul abad. Rezina etiklar g'ichirlab qorda, mening maqsadlarim qorlardan yiroq. Yurakda imlaydi yorug' bir tuyg'u. Bemorlar qalbida bo'lmasin titroq. Asbi doktorlik shifokor darda.